Hurmatli O'zbekiston aholisi, aka-ukalar, opa-singillar. Samarqand viloyatimizning Ishtixon tumanidagi Barlas qishlog'imizga open byudjetda o'ynab qishlog'imizdagi asfalt ko'chalarini tekislashni reja qilganmiz. Biz Barlas qishlog'idanmiz. Ko'chalarimiz asfalt bo'lib qolishida o'z yordamingizni, o'z hissangizni qo'shasiz degan umiddamiz. Yordamlaringizni ayamangizlar. Shunda ulug' ayyom aziz kunlarda, muqaddas kunlarda. Men muqaddas kun o'z yo'liga, lekin sizlar Xudo yo'lida mana shunday pul so'ramasdan, buni evaziga bir narsa umidvor bo'lmasdan ovozlaringizni bersangiz so'rab qolamiz. Ko'chalarimiz, yosh avlod, mana yosh bolalar ko'chaga qishning kunlarida rosa qiynalib maktabga qatnayapti. Ko'chalarimiz tekis bo'lib qolsin, shunday bir savob katta ishga qo'l urganmiz. Ko'chalarimiz asfalt bo'lib qolsin bizlarga. Aziz O'zbekiston aholisi, sizlarning yordamlaringizga juda ham katta muhtojmiz. Yordamlaringiz telefon raqami bilan SMS qoldiringizlar. SMS orqali kod boradi, koddagi raqamni SMSdagi raqamni mana shunga bosingizlar. Uni Open byudjet ilovasidagi SMS koddagi kodni kiriting degan. SMS xabardagi kodni kiriting deydi. Ana shuni kiritingizlar, ovozni beringizlar. Aziz opa-singillar, aka-ukalar. Buning uchun men 5 kilo moya olishim kerak, 4 kilo kartoshka olishim kerak. Unaqa ketmaydi. Shunday ovoz beringizlar, shu qilgan yaxshiliklaringiz sizlarga 10 barobar bo'lib qaytib kelsin. Mana bu qayerdadir kimlardir kasal bo'lib vaqt ularga yordam bera olayotganimiz yo'q. Qayerdadir kimlardir og'ir ahvolda bularga yordam berayotganmiz. Qishlog'imizni, O'zbekistonimizni chekka qishloqlarida turib yordamlaringizga ana shunday holatda yordamlaringizni olyapmiz. Buni beminnat shunchalik yurakdan shunday chiqarib yordam beringizlar telefon raqamlaringiz orqali. Buning uchun oldindan, dildan, chin yurakdan o'z minnatdorchiligimizni izhor qilib qolamiz. Teх, кто помогает. Kim yordam berayotgan bo'lsa, mana shu loyihamizga omon bo'lasizlar, kim yordam berayotgan bo'lsa. Salomat bo'lingizlar, yordamlaringiz uchun kattakon rahmat. Open byudjet ilovasida qatnashayotgan ilovamizda yozilgan ssilkani, havolani mana shu videoning kommentariyasini boshiga qo'yib qo'yaman. Aziz aka-ukalar, yordamlaringizni ayamangizlar. Yordamlaringiz kerak.